الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli ahl-i İslam, mümin, Müslüman birodarlar. Elhamdülillah, Allah Teala'ga hamd-i sanolar bo'lsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavat ve durudlar bo'lsin ki, mana bugün yana çarşamba sabahlariga Allah Teala tanjonimizni sog' salomat qilib yetkazib, sizlarga mana qo'ldan kelgancha hadis muborakdan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ning isnodi sahih bo'lgan hadislardan qo'limizdan kelgancha yetkazib turibmiz, o'qib, eshittirib, bildirib. Alloh taolo hammamizni bu eshitganlarga amal qilmoqlikni nasib aylasin. Hammamizni Alloh gunohlarimizni kechirsin. To'g'ri hidoyat yo'lidan yurib adashib ketishlikdan Alloh taoloni o'zi saqlasin. Alloh taolo o'z hidoyatiga boshlasin. İmanımızı mustahkam qilsin. Bu targ'ib qiziqtiradigan toat ibodatlarga qiziqtirgan payg'ambarimizning so'zlariga ixlos, muhabbat bilan berilib, shularga amal qilsak, inshaalloh ikki dunyomiz obod bo'ladi. Tarhibki payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam nimadan qattiq qaytargan bo'lsalar, mana shulardan qaytib borsak, o'zimiz hayotimizda to'g'ri yo'ldan ketayotgan bo'lamiz inshaalloh Robbil alamin. Mana namozda avvalo iymondan gapirdik, so'ng niyatdan gapirdik, so'ng masalalarni talashmaslik to'g'risida ma'ruza qildik, so'ng poklikka keldik, poklikdan tahorat qilishlikka, vuzu qilishlikka o'tdik. Mana endi namoz kitobi salohga keldik. Namozni endi boshi nimada boshlanadi? Tahoratlarni qildik. Pok dil, pok libosda, e'tiqod, iymon, ixlosda namoz azon bilan. Azon, takbir, iqomat bilan boshlanadi. Shuning uchun mana payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning mübarek hadisleri ki Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılıp aytarlar. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lev ya'lemun nasu ma fin nidai ve saffil evveli sümme lem yecidu illa en yestahimu aleyhi lestahamu وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا رواه Buxoriy. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kılıp aytgan ekanlar ki, agar da odamlar azon etmoqlikda savob qandoq, azonda savob qandoqligini bilganlarida edi, birinchi safni savobi qanaqa bo'lishligini bilganlarida edi, bundan boshqa amalni, zo'rroq amalni bilishmasdan azon etish, azon eshitish va birinchi safni foyda bo'lishlikdan boshqa ortiq amalni o'ylamasdilar ham. Yani hamma amal savobdan azonda saf avvalda gap ko'p. Buni savobi juda shuni payidan bo'lishardi. Endi bu yerda safi avvalni payi, azonni savobi hammasi maqsad nimaga keladi? Birinchi namozga kelishlik. Masjidga birinchi kelishlik. U hammadan oxiri kelib, men birinchi safda namoz o'qiyman deb itarib oldinga kelib olishmas.
birinchi safni targ'ibi, birinchi safni savobi nima uchun bunaqa ulug'ligiki, oldin kelgan birinchi saf bor edi. Biron turtib joyini olsa u bo'lmaydi. Birinchi safni olgan odam masjidga birinchi kelgan odam bo'ladi. Azonni-ku hammadan oldin turgan odam namozga chaqiradi. Hammadan oldin turgan odam namozga da'vat etadi va azonni eshitish, masjidda eshitishlikning buni hali yana keladi, savobi bir-biriga qaraganda juda farqi katta bo'ladi. Mana buni payg'ambarimiz negizda aytibdilarki, mana shu birinchi safni azonni savobi eng baland turishligi mana shu azon bilan birinchi safga turgan odam, azon aytgan odam ham, azonni masjidda eshitgan odam, birinchi safda turgan odam, namozga masjidga birinchi kelgan odam. Agarda xubton namozi bilan bomdod namozining nima ekanligini, qanday insonga zarur ekanligini bilganlarida va bunga beriladigan savobni qandayligini bilganlarida emaylab bo'lsa ham xubton bilan bomdodga kelishardi. Emaylab bo'lsa ham, mabodo oyoq yaxshi yurmayapti, betob. Xubtonni savobi shunday ekanki, va bu shunda zarur ekanki, bunga o'sha oyog'im yurmayapti-ku yaxshi demi, emaylab kelardi. Bunga beriladigan savobga iymon e'tiqodi bor odam albatta. Va buni qanday zarur ekanligi bomdod va xubton deydilar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni birodar azizlar, yana takror etaman, bu uchun iymon kerak. Iymon biz iymonsizlar orasida yashaymiz. Xafa bo'lishmasin iymonsizlar. Azon eshitib chiqishmaydi masjidga. Yana iymonim bor deydi. Iymon bo'lsa nima chiqmaysan? Emaklab bo'lsa chiqish kerak ekan-ku. Xuftonga buni savobi shunday ulug' ekan-ku. Bomdod namozini savobi shunday ekan-ku. Masjidga chiqish u yoqda tursin, o'qimaydi. Ko'kragi uradi. Mo'min musulmonman deb. Mo'min musulmon farzand otamsiz degursa-da, yil 12 oy otadan xabar olmasa, otamsiz desa-da, otasini xizmatini qilmasa, u farzanddan boridan yo'q bo'ladi. Mo'minman desa-da, bir marta xuftonga chiqmasa, bomdodga chiqmasa, mana bunday savoblarga ixlos e'tiqodi bo'lmasa, keyin ba'zi namozxonlarimiz bor, atay vaqtli kelib oxirgida o'tiradi. Keling oldinga o'tiring. Birinchi safni savobini bilasizmi qandoq? Bermang birinchi safni hech kimga. Vaqtli keldingizmi? Xudoni vaqtli kelganlar uchun bergan bu birinchi saf bir katta marhamati bo'ladi. Va ayniqsa xufton, bomdod namozlariga emaylab kelinadi deyilganda, buni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam nihoyatda savobini ulug'ligi. Yana bu hadislar davomida kimga yoqmaydi xufton bilan bomdod to'g'risidagi hadisni ham hali aytib o'tamiz. Hozir azon bobida ketyapmiz. Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'ata an abihi an Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala lahu inni araka تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. أبو سعيد الخدري رواية قلنا بحدث مبارك. Abu Sa'id al-Khudriga payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Abu Sa'id, bilishimcha sen cho'lda, vodiyda qo'y boqarmisan. Podangchi ekansan, podang bilan o'sha odam yo'q vodiy tomonlarda bo'lar ekansan. Qachonki ana o'shandoq hech kim yo'q joylarda
namoz vaqti bo'lib qolsa, namozga hech kim yo'q demasdan baralla azonni aytgin. Eshitgan odamzod bormi? Eshitgan jin bormi? Eshitgan toshu daraxtlar bormi? Nimaiki eshitsa, qiyomat kuni falonchi falon sahroda yo hech kim yo'q joyda o'zi namoz o'qib, azon etib, takbir etib namoz o'qidi. Bu muazzin edi, bu azon etadigan mu'min musulmon edi deb seni haqiqiy mu'min ekanligingga, jannatiy ekanligingga hammasi guvohlik beradi. Ovozing yetgan joygacha eshitgani inson bo'lsin, hayvon bo'lsin, nabotot bo'lsin, jinlar bo'lsin, seni mu'min musulmon ekanligingga, seni beriyo ekanligingga, qanaqa joyda odamzod bormi, yo'qmi, kimligidan qat'iy nazar namozni, azonlarni etib muhabbat bilan o'qiganligingga guvohlik berishadi qiyomat kunida debdilar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Ibn Umar radhiyallohu anhu, Alloh taolo Ibn Umardan ham, Hazrati Umardan ham rozi bo'lsin, ikkovlaridan. U kishi aytadilarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yughfaru lil muazzini muntaha azanihi va yastaghfiru lahu kullu rafin va yabisin sami'ahu. Muazzinni ovozi yetgan joygacha nimaiki eshitgan bo'lsa, buni gunohini kechirgin deb mag'firatini so'rar ekan. Va unga hatto jonsiz narsa, jonli narsa, quruq-u ho'llik, meva-yu sabzavotu nimalardan iborat bo'lmasin, hammasi istig'for aytar ekan. Ovozi yetgan joygacha gunohlari kechirilar ekan. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مدى صوته وصدقه من سمعه من رطب ويابس وله أجر من صلى معه. براء بن عازب روايات قلنا bu hadis mübarek. Janob Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytgan ekanlar, albatta Alloh va uning mala'ikalari salovat etadi birinchi safda namoz o'qigan odamga. Qarang, ey sahar turib kelding, nimaga orqada o'tirasan? Shunga ham ixlos e'tiqodni butunmasligi, yo ilm yo'qligi, yo bir tushunmasligi, yo bir qo'rqoqligi, yo savob unga kerak emas. Qarang, birinchi safdagi odamga Alloh va malaikalar salovat etar ekan. Allohning salovati bandasiga baxt saodat, gunohini kechirish, tavbasini qabul qilish, dilini poklash, gunohlarini kechirish, bu Allohning bandasiga bo'lgan salovati. Malaikalarniki duosiga amin, amin, amin deb turar ekan. Birinchi safdagi odam masjidga kelib birinchi safdan joy olgan odamning duosiga farishta amin deb turar ekan. Ilohiy, masjidimiz tezroq bitsin-u birinchi safga hammamiz joy olaylik. Afsuski masjidimiz birinchi safida 8 ta odam to'lib qoladi. Birinchi safli qancha uzun bo'lsa, biz atidan joy qoldiramiz, orqadan saf olamiz, shuncha joy tursa ham. Mana shu birinchi safda shunchalik savob, shunchalik baraka bor ekan. Va muazzinni ovozi yetgan joyigacha uning gunohlari kechirilar ekan va unga meva-yu sabzavot-u quruq-u ho'l hammasi mag'firat, istig'for aytar ekan. Azon aytgan muazzin o'sha namozga kelgan odamlarni o'zi ularning ham savobi kam bo'lmagan holda o'shalarni savoblaridan ham muazzinga savob ajratilar ekan, berilar ekan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinib bu hadis muborak. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, al-imamu zaminun والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذن. رواه أبو داود.
Imom zomindir namozxonlarga. Unga iqtido qilgandan keyin imomning zimmasidadir ularning namozini, qiroatini, tasbihlarni, rukularni, qaysi surani zam qiladi, qaysinisini qanday o'qish kerak, qanday joyida qilish kerak, bularni zimmasiga olgandir imom. To'g'rilab olsin. Men bitta to'g'ri o'qib olmayman deb sal bir odamlarga o'qib bersin. Sahv xatosini tuzatib tursin, kiyimlarga, liboslarga ahamiyat bersin, tahoratlarini mukammal qilsin. Odamlarning namozini o'qib berishda adashib qolishlikdan Allohdan panohlar tilab, istig'forlar aytib namozni boshlasin. Nihoyatda hushyordono bo'lsin, taqvoroq bo'lsin, dili pokroq bo'lsin. Zimmasiga oldi odamlarni unga iqtido qilishligini. Bu idola odamlarni namozini zimmasiga olgan. Ana endi azon aytadigan vaqtni unga omonat topshirilgan. Oldin ketiniga ahamiyat bersin. Mu'minlarni namozini vaqti o'tib ketib qolmasin. Iloji boricha avvalgi sunnatga muvofiq bo'lgan vaqtlariga e'tibor bersin. Muazzinki beparvo bo'ladi namozni vaqtiga. Namozni vaqtiga muazzin javob beradi. Ana shu odamlarning qaysi paytda savobi ko'proq bo'ladi? Qaysi payt vaqti o'tib ketib qolyapti? Muazzin mana shularga juda katta e'tibor berish kerak. Shuning uchun payg'ambarimiz duo qildilar: "Ey Rabbim, imomlarga irshod ber, rushdi hidoyat ber, muazzinlarni kechirgin." Ba'zida bir xil joylarida o'z muazzinlik burchlarini yaxshi bajara olmay qolsa, hamda imomlarda ko'proq rushdi hidoyat bo'lsin. Allohu akbar deb iqtido qilib ketida namoz o'qiymiz. Albatta u imom bizni namozimizni yetkazib berguvchi odam emas u, lekin qandaydir unga bir iqtido qilingandan keyin oyatlarni, kalimalarni to'g'ri o'qisin. Mansab bir katta martaba bilib olganlar ham bor imomlikni. Na ustoz ko'rmagan, na bir joyda yaxshi o'qimagan, lippa shu o'tsa-yu imom bo'lib olaversa. Insof qiling, Alloh oldida javob berasiz. Bir harflaringizni to'g'rilab oling, baraka topkir. Shuncha odamning oldiga o'tibsiz. Hech bo'lmasa Hamza bilan Aynni farqiga boring. Heylarni ajrating, qalinini qattig'idan, qattig'ini yumshog'idan. Alloh taolo imomlarimizga rushdi hidoyat bersin. Biz mana bu imomlarni bir tekshirib vodiyda savol javob qilganimizda namozda nechta sunnat bor bilmaydigan imomlarni ham ko'rdik. Tahoratda nechta sunnat bor va suralarni hech bir to'g'ri talaffuz qilib o'qib berishni ham bilmaydi. Soqol juda chiroyli qo'yilgan, salla juda chiroyli o'ralgan u Allohning kalomini boshdan oxiriga xato o'qiydi. Inson bu yoqlariga juda ahamiyat berish kerak. Endi nimadan xafa bo'lasiz ularni? Hech nimani bilmay, qo'rqmay imom bo'lganligidan xafa bo'lasiz-da, iymoning zaif ekansan deymiz. Nimaga? Qo'rqqanda o'tarmidi? Shuncha odamni men bilaman, men o'taman deb. Nima bu? Oldinda turib olib lagan uzatishmi? Oldinga o'tib olib ovqat yeyishmi? Yo salla chopon kiyib bo'lsa imom bo'lib olishmi? Bunaqa bo'lmasin. Insof qiling, Xudodan qo'rqing. Alloh oldida javob berasiz. Har bir narsaga dedik, bilmaskansiz, nima qilasiz talashib imomatchilikni? Biladiganga bering o'rinni. Ko'rinishingizni o'zgartirib olgan bilan sizda ilm bo'lmasa, o'qiy olmasangiz, Allohni ko'rinish bilan aldab bo'lmaydi. O'qish kerak, ko'proq ilm o'qish kerak. Men yana takror aytaman, o'zingizni ibodatingizda endi bilganicha unga ham ilm harakat qilish kerak-ku.
Endi katta domlalikni da'vo qilganda uni juda katta e'tibor berib ilmni o'qish kerak. Azon aytilganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza nudiya bis-salati adbara ash-shaytanu wa lahu zuratun hatta la yasma'a ta'zina. Fa iza quziya al-azanu aqbala, fa iza suwiba adbara, fa iza quziyat taswibu aqbala hatta yahtura bayna al-mar'i wa nafsihi yaqulu uzkur kaza lima lam yakun yadhkuru min qablu hatta yadhalla ar-rajulu ma yadri kam salla." Abu Hurayradan rivoyat qilinib aytadilar, bu kishi aytdilar, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam qachonki namozga azon aytilsa, azonni ovozidan ozor topgan, quloqlari teshilib qoladigan shayton qochib ketar ekan. Biroz jim bo'lingandan keyin yana bir pasda kelar ekan. Takbir aytilayotganda yana qochib ketar ekan. Yana takbir aytib bo'lingandan keyin kelib oxirgi safdan boshlar ekanda, oxirgi saflardagilar. Manuni esla, anuni esla deb insonni xayoliga kelmagan so'zlarni shayton shu namozning ichida keltirar ekan. Hali ba'zida azonga beparvo bo'lib boshlab yoramiz, unda juda mukammal shayton kirib olar ekan. O'sha azon aytganda qochar ekan. Takbirda ham qochar ekan. Shuning uchun nima o'qiganimizni uncha-muncha bilamiz. Endi azon ham takbir ham etmay shoshilib o'qilganda odam ketma-ketiga adashaveradi. O shayton yoningizda turgan bo'ladi-da. Ana ayniqsa safga oxirgi saflarda ko'proq odamning xayoli har joyga ketadi. Ko'proq odamlar adashadi. Birinchi safda u darajada bo'lmaydi. Undan keyin ikkinchi safda. Shuning uchun o'sha birinchi safni a'loligi ortiqligi ham mana shunda. Jabir radhiyallohu anhu aytadilar, anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala innal muazzinina wal mulabbina yakhrujuna min quburihim yu'azzinul muazzinu va yulabbil mulabbi. Qiyomat kuni qabrlaridan muazzinlar bilan va hajga borib labbayka Allohumma labbayning o'qigan hojilar bir qabridan muazzin Allohu akbar deb turar ekan. Hojiga borgan labbayka Allohumma labbayk deb qabridan turar ekan. Ilohiy Parvardigor azon aytib turadiganlardan qilgin. Labbayka Allohumma labbayk deb talbiya aytib turadiganlardan qilgin. Restoran qaytda, choyxona qaytda, bozor qaytda, maishatxona qaytda deb harom narsalarni o'ylab, o'shalarni esiga olib turadiganlardan qilmagin Allohim. Allohu akbar deb azon aytadigan, masjid qidiradiganlardan talbiya etib, labbaykani aytib, Arafotga boramizmikin yoki Minoga chiqarmikinmiz deydiganlardan qilgin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Salasatun la yahuluhumul faza'ul akbaru wa la yanaluhumul hisabu hum ala kutubin min miskin hatta yafrugha min hisabil khalaiq. Rajulun قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأما به قوما وهم به راض وداء يدعو إلى الصلاة ابتغاء وجه الله وعبد أحسن فيما بينه وبين ربه ففيما بينه وبين مواليه." Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar, üç taife insan qiyomat kunida mushki ambardan qilingan bir tepalikda boshlariga qiyomat dahshati azobi bo'lmasdan, hisob kitob qilinmasdan
odamlar bo'shasini bir tepalikda nihoyatda chiroyli ko'rinishda kutib turishadi. Bularni bilasizmi, kim bular? Bularga hisob kitob qilinmaydi. Bular dahshatli azobni ko'rmaydi. Bular shu muskdan qilingan tepalikda bo'lib turishadi. Bular biri Alloh rizoligi uchungina Qur'on o'qigan qori, Alloh rizoligi uchun Qur'on o'qigan va qavmiga imom bo'lgan, qavmi undan imomatchiligidan rozi bo'lgan. Uni ketidan nolib yurishmagan. Shu odamni shularga imom bo'lganligidan qavmi rozi bo'lgan. Va ikkinchisi so'p muazzinki fi sabilillah, Alloh yo'lida odamlarni 5 vaqt namozga azar aytib chaqirgan. Va yana bir uchinchilari bir bandaki Allohning bandasi ham bir insonni qo'liga qaram bo'lib qolgan quli yo qo'lida ishlaydigani Allohni ham chiroyli rozi qiladi va egasini ham xafa qilmaydi. Egasini ham xizmatini yaxshi qiladi. Endi bizning zamonamizda birovga qul bo'lib qolgan yo'q, lekin xizmatda ishchi ham qoyillatadi, jum'ani ham o'qiydi, 5 vaqt namozni ham o'qiydi. Ba'zilar birodarlar ba'zi bir xil savollarni berib qolishadi. Uzoq avtobusda ketayotganda namoz vaqti bo'lib qolsa, masalan Namangandan Toshkentga kelayotganingizda, ya Andijondan Farg'onaga ketayotganingizda namoz vaqti bo'lib qolsa, namoz avtobusda ichida namoz o'qisak bo'ladimi? Ishxonada vaqt zarur bo'lib qoladi, shu ishxonada qanday o'qish kerak, iloji qanday bo'ladi deydi. Alhamdulillah. Biz O'zbekistondamiz. Rossiyada emas. Xo'pmi? Angliyada emas, Fransiyada emas. Musulmon xalqi yashaydigan joydamiz. O avtobusni shofiri to'xtat. Peshin bo'ldi. Asr bo'ldi. Biz namoz o'qiymiz. Bitta odamni, 3 ta odamni, 4 ta odamni 10 minutga to'xtat. Hojatda to'xtatadi-ku, to'xta bo'lmay qol. Allohning farzi ham shart to'xtatib, bu o'zbek diyori, musulmonning yurti. 5 minut, 10 minut pastga tushib namozingizni o'qib, keyin avtobusga ketavering. Endi xizmatda ishtasiz. Kim xo'jayiningiz bo'lishdan qat'iy nazar, men namoz o'qiyman deysiz. Qani hozir ibodatga birov qarshi chiqsinchi? Yo'q, o'qima desinchi demaydi. Agar o'zimizdan deyishi mumkin. G'ayri millat unaqa demaydi. Ha, musulmonning namozi ekan deydi, indamaydi. Lekin o'zimizni ayniganlarimiz bo'ladi. Qarang, Imom G'azzoliyning o'xshatmasini. Kofir xom ashyo debdi. Pishmagan qovun, yo pishmagan tarvuz, yo pishmagan pomidori kofirni o'xshatma qilyapti. Pishmagan xom sabzavot. Musulmonni aynigani achigan debdi. Aynigan pomidori. Achigan qovun o'ldiradi yesangiz, yemaysiz, otvorasiz. Musulmonni aynigani dahshatlik. Chunki Alloh iymondan qaytganning qalbini, dinni yoqtirmaydigan qilib qo'yadi. Zumr surasida aytadi. Islomga yuragi tor bo'lib qoladi. Namozdan gapirsangiz g'ash keladi. Panoh tilasin Xudodan, shunday bo'lib qolganligidan yig'lasin. Bu ofat, bu musibat. Ey, uyiga o't ketsa uncha musibat emas. Mashina turtvorsa uncha musibat emas. Allohni dunyodan tanimay o'tish musibat, bu yomon musibat, bu bir balo. Bundan panoh tilasin. Birov uy joyidan ayrilibdi, o't ketib desa, voy voy devorladi. Yo mashinasini o'g'illatib qo'yib tursa, oho. Bir namozxon aroq ichibdi, zino qilibdi, namozini o'qishni tashlabdi desa, deydi, uncha e'tibor bermaydi. Oy, u dahshatliroq. U dahshatliroq. Nima deysiz? U dahshatliroq.
Chunki bir musulmonni gunoh qilishligi iymonidan ajrab murtad bo'lishligi agar shu 40 kun ichida tavba qilmay o'lib qolsa 30 yil 40 yil yashab namoz o'qib savob ish qiluvdi, bitta aroq ichgan kuni o'lib qoldi, iymonsiz ketdi, kofir hukmida qiyomatda lavhul mahfuzda kofirlar qatorida chiqadi nomasi. Obma dadam eshon edi, buvam xo'ja edi deb o'tirilmaydi endi. 39 yil namoz o'qidim-ku, deyilmaydi. Oxirida nima qilding, nomard? Bir piyolaga almashtirib yording-ku. Birovning haqqini yeb yording-ku. Namozni tashlab yording-ku aynigan. O'qib yuruding, tashlab yording-u. Bittasi nima deydi? Namoz o'qisam ishim yurishmayapti. Bu dunyo uchun o'qiysanmi namozingni? Avvalo namozni ixlos bilan o'qimagan. Dunyo uchun o'qigani uchun teskari bo'lib ketdi. Alloh uchun, oxirat uchun, Allohning buyrug'i deb oxirat uchun o'qiganida hamma ish yaxshi bo'ladi. Zarra boy bo'lib qolsam, zarra bir ishim yurishib qolsam deb o'qiganda, Allohni alda bo'ladimi? Nima niyatda o'qiyotganim? Avvalo oxirat. Iymon zaifda. Hamma bu dunyoni yaxshi ko'rib qolgan. U dunyoga uncha ishonishmay, men shu dunyoni o'ylaydi ko'pi. U dunyo ham bor-ku, haqiqiysi. Chaqaloq onasini qonini olam degandaqa biz ham men shu dunyoni, men shu dunyo u yog'i ishlab yo'q deb o'rganmiz. Go'dagam chiqqish kelmas ekan, mana ku olam. Tayyor emib o'zi nima kelib turibdi, ozuqam kindigimdan yotib bor bo'ldi, bunaqa bundan olamdan boshqa qanaqa olam kerak menga derkan. Hali bu bilmaydi-ki, u quyosh bor, suvlar bor, yeyilish bor, boshqa narsalar ko'p bu dunyoda. Bu dunyoni bilmay turib onasini qonini olam deydi, zo'r olam, mana shu dunyo deyapti. Bu dunyo u yorug' jahonni ko'rgandan keyin bunga yopishib oladi, u yog'ini bilmaydi. U yog'i boqiydir. Hisob to'xtaydi. Shu oylar ham, quyoshlar ham, fasllar ham bo'lmaydi. Hisob to'xtaydi. 1000 yil ham deyolmaymiz, million yil ham deyolmaymiz. Tamom. Boqiy dunyo. Odamni qaritadigan, vaqtni belgilaydigan kecha bilan kunduz. Kecha kunduz chotsizga oq tushiradi. Kecha kunduz quvvatingizni olib, sekin u yoqqa yaqinlashtiraveradi. Har bir o'tgan kuningiz o'limga bir kun yaqin bo'lgan degani gap. Lekin u dunyoda u yo'q. Alloh uni dunyoni boshqacha yaratgan. Hisobi yo'q. Boqiy dunyodir. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu hadis muborak. Aytadilar: "Kunna ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam مقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة." كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirdik dedilar Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Va Bilal o'rnlaridan turdilar-da, namoz vaqti bo'ldi deb azonni aytdilar. Azonni aytib bo'lgandan keyin Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kimki mana shuni aytganini ixlos e'tiqod bilan aytib tursa, jannatga kiradi." Ixlos e'tiqod bilan. Savob umidida. Muazzinni o'zi ham shunday, unga aytib turganda ham shunday savobga ega bo'laveradi. Yana azon talashib ketilib 50 ta odam birdan azon aytamiz deb turolmaylar. Bitta odam esa qolgan qo'shilaveradi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytibdilar: "Ayyuma qaumin nudiya fihim
bil adani sabahan illa kanu fi amanillahi hatta yumsu va ayyuma qaumin nudiya fihim bil adani masa'an illa kanu fi amanillahi hatta yusbihu. Qaysi bir qavmga, mahallaga, rayonga azon aytilinsa tongda to kechasigacha Allohning omonatida bo'lib turishar ekan. Kechqurun azon aytilinsa to tonggacha Allohning omonatda tinchlikda bo'lib turishar ekan. Iymonsizlar yozishdi. Azon qulog'imizni yeb qo'yapti. Azon tinchligimizni buzyapti deb. Iymonsizlar. Munofiqda ular. Musulmonmisan desa musulmonman deydi. Yo kofirmisan desa yo'q deydi. Lekin azon yoqmayotibdi deb yozib berishadi. Azon aytilingan joyga balo kelmas ekan, agar tongda aytsangiz kech shomgacha. Shomda aytilingan azon bomdodgacha kechasi tinchlikda. Azonni barakotini ko'rsiz. Ko'p narsaga farosati yetmay, ha O'zbekistonimiz zo'r, O'zbekistonimiz azonlar aytilib turibdi. Masjidda namozlar o'qilib turibdi, duolar qilib turilibdi. Fitna, ig'vo, fasodlarga yo'l qo'yilmayapti. To'g'ri aytishingiz mumkin, boshqa bir joylarda ham urush bo'lyapti, o'tda ham azon bo'lgan-ku. Dil aynigandan keyin uni azonida ham ma'no qolmaydi deb bitta ixlosda gapir. Muazzin ham harom yeb ko'p turib Allohu akbar desinchi. Muazzin ham ig'voni qilib, g'iybat qilib azon etsinchi. Odamlar masjidga kirib, amri ma'ruf qilib, nahiy munkar qilib, namozni joyida qoidali qilib o'qish o'rniga ig'vo, g'iybat qilinsinchi, u masjid nima bo'lib ketadi-ki? Bu so'zlar hammasi haq. Qachonki insonning tili bilan dilim bir bo'lsa, iymon e'tiqod mustahkam bo'lsa, Allohu akbarga iymon keltirgan bo'lsa, Allohimga beadad shukr. Shunchalik mana tinchlik, fayz, barakot, suv balo, o't balo, toshqinlari, zilzila balolarini saqlanishlari hech bo'lmasa 500 ta masjiddan bitta masjidda azoni Alloh oldida balkim o'tar, balkim hamma azon o'tar. Shu azonlarning sharofatidan tinchlik bo'lib turibdi. 40 mingta xat tushgan ekan, azon yoqmayapti. O'zbeklaringizdan. Azonga o'rganaversin O'zbekistonda yashaydigan bo'lsa deb javob beribdi yurtboshi. Birodarlar. Alloh taolo egam hammamizni rushdi hidoyatda qilsin. Boyaginday aytganimdek, achiganlardan, ayniganlardan saqlasin Alloh. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ya ajabu robbuka min ra'i g'anamin ala ra'si shaziyatin lil jabali yu'azzinu bis salati wa yusalli fayaqulu Allahu azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'azzinu wa yuqimu as-salata yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannata." Alloh taolo egamni ajablantirarkan, qo'y boquvchi bir cho'pon. Cho'ponini bir tog'i bag'rida boqib yuribdi-da, birdan namoz o'qiydi, azonlarni etadi. Bir tog'ni tepaligiga toshga chiqib oladi, pastga qarab azonni etadi. So'ng takbirlarni etib namoz o'qiydi. Alloh taolo farishtalarga aytar ekan, qaranglar bandamga azon aytib namozini o'qiydi. Hech kim yo'q joyda mana.
va mendan qo'rqadi. Buni ibodatida riyo yo'q, o'ja ko'rsi yo'q, o'zi xolos ixlos mana shunday joyda bilinadi. Ana o'sha yerda azonlarni etadi, takbirlarni etadi. Alloh taolo aytar ekan, mana shu bandamga sizlar guvoh bo'linglar, gunohini kechirib jannatga kirgizaman dedi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, "Man azzana muhtasiban sab'a sinina kutiba lahu bara'atun minan nar." Kimki astoydil niyat qilib ixlos bilan 7 yil azon aytsa, do'zaxdan azob bo'lindi degan baroa yozilinadi. Ya'ni bu do'zax emas degan bir guvohnoma yozilar ekan farishtalarga. Ana shu 7 yil ixlos e'tiqod bilan azon aytgan odamga shu gap. Salmon Forsiydan rivoyat qilinadi bu hadis muborak. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza kana ar-rajulu bi'arzin qiyin fahanat salatu falyatawazza'u fa in lam yajid ma'an falyatayammam fa in aqama salla ma'ahu malakahu wa in azzana wa aqama salla khalfahu min junudillahi ma la yura tarafahu." Qachonki bir banda hech kim yo'q joyda, cho'ldami, sahrodami, yo bir safarda yuribdimi, musulmonlar yo'q joymi, mana shunaqa paytda namoz vaqti bo'lib qoldi. Darrov bir joydan suvni topib tahorat qiladi. Suv topolmasa tayammum qiladi va namozni, azonlarni aytib namozini o'qiydi. Ana shunda shu namoziga azon takbirlar bo'lib, azon takbirlar hech kim yo'q o'qib ola qolay demasdan, hech kim yo'q joyda, cho'ldami, sahrodami, safardami bir joyda odamlar yo'q-ku demay azonni etib, chiroyli takbirlarni etib bitta o'zi o'qisa, Alloh taolo o'zini farishtalarini, ya'ni askarlarini tushirib, shunday jamoat iqtido qilar ekanki, bu tarafi ham, u tarafi ham ko'rinmas. Mil-mil farishtalar jamoasiga imom bo'lib, ular bunga iqtido qilib namoz o'qilingan bo'lar ekan. Birodarlar, endi mana azon aytilganda uni eshitish qoidasi qanaqa bo'ladi? Mana uni ham bilib qo'yinglar. Abdulloh ibn Amr ibn Os, Amr ibn Osni o'g'li Abdullohdan rivoyat qilinadi bu hadis. Annahu sami'a an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yaqulu: "Iza sami'tumul muazzina faqulu misla ma yaqulu summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu biha ashran summa sallallahu li wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilata halat lahu shafa'atu." Qachonki muazzin azon etsa, u nima desa shuni aytib turing. Va azonni aytib bo'lgandan keyin menga salovat eting. Men buni oldinroq ham qavmimizga aytganman. La ilaha illalloh deganda siz ham shuni qaytarib turib Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deysiz. So'ng duoni boshlaysiz. Ya'ni aytibdilar payg'ambarimiz. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar: "Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala: ad-du'a'u baynal azani wal iqamati la yuraddu. Wa zad fad'u wa qalu famaza naqulu ya Rasulullah? Qala sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah." Anas ibn Malikdan rivoyat qilinib aytiladiki, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilar: azon bilan iqomatning o'rtasida azon aytilindi, hali takbir aytilinmagan. Hadib orqangizga qaravermang, so'pi qachon takbir etarkin? U galam shunday bir so'ralgan edi.
hozir ham so'ralyapti bedana to'g'risidagi gapni. Bu bir zarbul masal. Shu zarbul masalni sizlarga aytib beray. Buni ko'p eshitgansizlar ham, eshitganlarga bir takror bo'ladi. Eshitmaganlar eshitadi. Bir birodarimizga bir bedanavoz kelib, bedana to'g'risida aytgani bor edi. Shu bedana to'g'risidagisi bo'lsa olardim debdi. Bo'pti, mana bedana to'g'risida bo'lsa bedana. Bu o'zi bir qush. Bedana deyilmagan-u, men o'zim bu bedana deb odamlarga tushuncha. O'zi birda qush bedanaga o'xshagan. Bu bedana deyramizda. Shu yerda bedana bolalarini uchirma qilib bo'lib nasihat qildi. Ey bolalarim, endi onam ovqat olib kelarmikin deb kutib o'tirmanglar. Bo'ldi. Qanot chiqazdinglar. Endi men sizlarga og'zimda narsa olib kelmayman. Endi o'zingizlarni qanotinglar chiqdi. O'zingizlar qidirib rizqinglarni yeb yurasizlar. Endi men pataha beraman. O'zingizlarni hayotinglar bilan o'zingizlar endi o'zingizlarni qoninglarni o'zingizlar boqasizlar. Shuni yaxshi bilib qo'ying. Har joydan qiynalib azozdan rizqingizni topib yuring. Ko'pgina sepib yoniga qo'nadigan joylarni qilib qo'ygan bo'lsa bormang. U bir odamzod degani bo'ladi, uni tuzog'i bo'ladi. O'sha ko'pgina sepib yoniga suvni ham qo'yib qo'nadigan joylarni ham qilib qo'ygan u domu. Ye, men bu yerda ko'pgina ekan u suvi ham yonida ekan deb borasiz, domiga ilazmasiz. Yo sizni sho'rva qilib ichadi. Yo urishtirib o'ldirib oladi. Yo qafasiga solib qo'yib, sayratib butun umrga qul qiladi. O'sha tayyorini yeyman deb, men bu yerda ko'pkan u, oson ekan u deb tuzoqqa ilinmang, odamzodning tuzog'iga. Butun umrga yo qul bo'lasiz, yo sho'rva bo'lib ichilib ketasiz, yo urishtirib yuradi. Bedanada endi shunaqa o'xshagan. Bo'pti deb bolalariga mana shu so'zim quloqingizda tursin, shunga amal qiling, shu nasihatimga deb ketibdi. Bunday keyin bitta bolasi u yoqdan yeb, bu yoqdan yeb yuribdi deb bunday qarasa, shu ko'pgina sepilib, yonida suvi ham bor, joy ko'zi ko'rpan. Yo, onam aytgan tuzoq shu bo'lsa kerak debdi. Bilibdi, qarang, tuzoq shu deb ketibdi. Yu ko'ziga chiroyli ko'rinib yana qaytib ketdi. Bitta cho'qiyman deb boshqa cho'qimayman. Odam hamchi gunohni bilib turib qiladi odamlar. Mana shu haromni ham nafsi kuchlilik qilib shayton yordam berib olib qilib oladi. Biladi o'sha gunohligini. Bu ham tuzoqligini bilib turib boryapti-da. Bitta cho'quvdiki hamma joynikidan shirin tatib ketdi-da. Ikkita cho'qiydi-da, uchta cho'qilyapti-da. Shitday tortildi, domga ilindi. Yine bedanamoz kelib qo'liga oldi. Qo'lga olib, endi olib ketyaptiki, ha beamalligim qursin deyordi. Bedana gapirib yubordi-ya odamga o'xshab. Desa, ha beamalligimdan onamning gapiga amal qilmay baloga tushdim. Endi meni minchagina go'shim bor, yo sho'rva qilib ichasan, oyim aytgandaqa, yo urishtirasan o'zingga o'xshagan bedana bilan, yoki qafasingga solib qo'yasan. Menga qara 3 ta nasihatim bor, yo shuni olasanmi dedi. Ha, endi bedanaga qiron kelganmi, yana boshqasini usharman. Bu Mahmad Anvar olgan gapi nasihatini. Birinchi nasihatimni kaptingni ochib turasan aytaman. Ikkinchisini daraxtga qo'nganimda aytaman. Odamlar ham har xilda shu zarbul masalani aytib tursam, bittasi nima deydi? Bedana daraxtga qo'nmaydi, bedana daraxtga. Bedana gapiradimi bo'lmasa? Zarbul masalaga tushunish kerak edi. Bedana deydi, daraxtga qo'nmaydi-yu. Qo'nmasa gapirahamidi? Bu zarbul masal qilib eshitish kerak edi buni. Ikkinchisini daraxtga qo'nib turib aytaman dedi. Uchinchisini uchib ketyapti aytaman. Bo'pti. Qo'lini bundoq qiluvdi, bedana ham bir silkinib o'ziga keldi. Ey odamzod, qo'lingdan ketgan baxtga kuyinmadi. Ketgan narsa qaytib kelmagan. Ketgan omadni, baxtni qaytaraman deb sharmanda bo'lma, obro'ing to'kilib ketadi. O'rningga bo'lgan odam bilan talashma, obro'laring tushib ketib, dushmanga aylanib, o'zingni boshingga balolar keladi. Ketdi mansabing qo'lingdan, baxting.
sabr qil, odil bo'l, vijdonli, insofli bo'lsang, Xudo senga el yurt ichida obro' beradi. Qaytarib olaman deb sharmanda bo'lasan. Qo'lidan ketgan boyligini, qo'lidan ketgan mansabini qaytaraman deb qanchalar xor bo'ldi, qanchalar obro'sida boridan ham ajraldi. Dedi deb bir aytib daraxtga chiqib, Xudo senga aql bergan dedi. Har bir gapni eshitganingda Xudo bergan aqlga sog'inda, keyin ishongin. Ho'kiz tug'ib tursa ishonavermagin. U ho'kiz bo'lsa qanday tug'adi degan aqlingga oldin ishon. Oyat, hadis, dil ilmida oyat, hadisdan boshqa kitob o'qima. Miyangni achitib yo'ldan adashtirib yuboradi. Oyat, Qur'on mahkam, so'ng hadis sahihlari mahkam. Har xil isnodi yo'q, har xil video, har xil afsona kitoblarni o'qib boshingni aylantirib e'tiqodingni yo'qotib yurma. Qur'on bilan hadisni mahkam ishon. Har xil gaplarga ishonaverma. Sani og'ayning bunda odimda unda miya bor, kalla bor, aql taroziga solib ishongin. Dedi, endi bir sani sinab ko'ray deb, ey odamzod dedi. Mani gapimga kirmay so'yganingda, qonimni yorganingda, ichimda tuxumdek g'ohar bor edi, bitta shahar sotib olading, bitta mamlakatda dedi. Hali bedarovoz o'zini ko'tarverdi. Voy dod, nasihat tinglamay, sen so'yib yemaymanmi? Ichingdagi g'oharingni olib bir yurt sotib olmaymanmi? O'zini o'zi urib yig'laverdi. Bo'pti, bo'lganicha bo'ldi, endi uchinchisini dedi. Beamalga esiz so'zim dedi. Sen mendan battar beamal ekansan. Kulmasdan eshitdinglar-da. Mendan battar beamal ekansan. Men-ku bitta onamning gapiga amal qilmay, balodan hozir zo'rg'a qutulib oldim, seni qo'lingga tushirdim. Senga men aytdim, qo'lingdan ketgan baxtga pushaymon yemadi. Nima ko'taraverasan o'zingdan, yig'laysan, dodib. Uchirib yording o'zing. Bu bir, endi seni qo'lingga tushmayman. Ikkinchidan, men bedana bo'lsam, gohar meni ichimda maqiladi, lodon. Shunga ham ishondingmi? Xudo bergan aql qayerga ketdi? Asal aqlga ham solishtirish kerak-da. Odamlar bor, masalada har balo gaplarni gapirib yurishadi. Asal bunday bir Xudoning Allohning bergan bir farosat aqli bilan o'ylab gapiring-da, bir gapni gapirishlar. Endi men aytamanki, katta haromlar turibdi. Ikkinchi savol shunaqa ekanda, sigaret. Katta haromlar turibdi. Odamlar dahshatli harom bo'lgan aroqdan, dahshatli harom bo'lgan zinodan, dahshatli harom bo'lgan cho'chqa go'shtidan, o'zi harom o'lib qolgan yoki uni so'yilganini ko'rmagan, bismillah aytilmagan mana shunaqa narsalardan avvalo tiyilish, shuni parhazini, shuni yo'lini sog'lishimiz kerak. Bular ikir-chikirlarni ha deb aylantiraversak, maydalashib ketiladi. Bularga ham gal kelar inshaalloh Robbil alamin. Endi mana birodarlar, mana shu nahordagi 20 oshlarini 30-40 ga kirgan odamni o'lgandan keyin unga bolalarning haqqini yedirishni, boshqalarni ichkiliklarni, mana qizil to'y deb nomlanganlarimiz hali ham shunday paytda yana ham avjiga chiqib ketyapti birodarlar. Aroq ichyapti, shu musulmon namozxonlarning avlodlar, farzandlari to'yda aroq qo'yilyapti. Hali ham shu soat 12-1 gacha taralalalar avjiga chiqyapti. Namozga kelgan bir-birimizni mayda-chuydagi dilimizga ozor beraveramiz. Mana shunaqa to'ylarni bir oldini olish kerak, yo'q qilish kerak. Ichkilik bilan qilingan to'ylarni yo'q qilishga harakat qilishimiz kerak. Bu to'g'risida hali ma'ruzalar ham bo'ladi. Lekin birodarlar, shuni yana takror aytaman, islomni hurmat qilmaydiganlarga amr ma'ruf qilmang. Kayf ustida turibdi, nima deysan deb ularga sadqai so'z ketsin. Ularga deb payg'ambarimiz bunday degan ekan, Alloh bunday degan ekan deb siz u iymonsizlarga Allohning ulug' so'zlarini, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning muborak so'zlarini, ularning qadrini bilmaydigan nopoklarga gapirmang. Har biriga o'zini aqli qabul qilish darajasida gapiring. Juda ham ularga dahshat, haqiqatni bundoq devorsangiz, bare devorilsa,
umumiy qolinadi. Mana shu kasetalarga ham yozilinyapti, boshqa qilinyapti. Qadriga yetadiganlarga qo'yib bering. Sal bo'lsa ham shu tomonga, endi jahaliginday masxara qiladiganlarga qo'yib, ular bitta, men o'zim kecha bitta joyda meni qo'yibdi, maydafonda ovozimda o'zlari bemalol askiya qo'yatishdi. U yerda men kuyinib gapirib yotibman. Bunaqa qilmang. O'zingizni ham gunohkor qilasiz, meni ham. Biz uni mana bu masjidga kelganlarga, iymon e'tiqodga qadam qo'yaman deganlarga da'vat qilib yetkazib, ularni o'yin kulgisiga, askiyasiga bir shunday so'zlarni siz yoki o'zingiz turib, tepasida o'zingiz turib buni eshittirgizib bo'lib oling. Bu eshitmaydi ular o'zicha. Ular masxara qiladi, ular g'ashil keladi ham. Chunki aytib qo'ydim-ku, iymon siz dinni yomon ko'rdimi, Alloh ham o'zidan uni begona qilib qo'yib, yuragini tor qilib qo'yadi, yoqtirmaydi. Allohim yuragimizni islomga muhabbatli qildi, rushdi hidoyatda qildi. Ilohiy ala davom shunday qilsin, ibodatlarimizni dargohida qabul qilsin, bilib bilmay qilgan gunohlarimizni Alloh kechirsin, ibodatlarimizni dargohida